Bir insonga o'tib ketadi deyish qanchalar oson. Axir dard seniki emas-da. Yuragingni siqmaydi. Kechalari uyqungni o'g'irlamaydi. Ichingda jimjit yig'lamaydi. Dard qanday o'tib ketganini ham, qachon o'tib ketganini ham faqat o'sha insonning o'zi biladi. Hech kim ko'rmagan janglar bo'ladi. Insonning eng katta kurashlarini ichida olib boradi. Odamlar orasida yurgan paytingda ham, yolg'iz qolgan daqiqalaringda ham u janglarda na qarsak bo'ladi, na guvoh. Faqat sabr. Ba'zi dardlar ketmaydi. Ular jim bo'lib qoladi. Ichkariga suriladi. Yurakning eng chekka joyiga joylashadi. Vaqt o'tgach, odamlar o'tib ketibdi deydi. Aslida esa u dard ketmagan bo'ladi. Sen bilmaysan. U inson shunchaki o'sha dard bilan yashashga ko'nikib qolgan bo'ladi. Dard bilan yashashga ko'nikish kuch emas, majburiyat. Inson tanlaydi deb o'ylaysan. Aslida esa u boshqa iloji bo'lmagani uchun o'rganadi. Shu bois dardni anglamasdan baholama. Har bir insonning yuragi o'z dardini o'zi biladi.